Bilaman pulligini. Nega kim chiqyapti? Xazinasini ishlatgan. Nimaga ishlatasan? Ay, Kimdan so'rading? ay. Kimdan so'rading dedim. Men so'rab bergandim. Tekin tomoq, ochko'z. Kim ruxsat berdi senga? Savdoni pulini ishlatishga. Hep baloga yo'liq qo'y. Qornim och ketdi-da, qo'li. Qorning ochsa, uydan non qoqib bitmay o'lasanmi? Mana bir qop turibdi. Hech ko'zing gezarmay qursin seni. Yana bir marta so'roqsiz bir tiyinni ishlatgin, dabdanangni chiqarma, eshitdingmi? Kechiring. Voy. Nima to'polon? Tinchlikmi? Ko'rmaysizmi mana buni? Indamasam, Husni pulni o'g'irlashni boshlabdi. O'g'irlaganim yo'q. Rost aytyapman, pochcha. Rustam, kel bolam. Menga qara Rustam, bolam. Darsingni qil, darsingni qil. Voy insof. Menimcha turtlaysan bola bechorani. Tarbiyalayapman. Sen oldin ana u qizlaringga tarbiya bergin. Bo'dayga dangasa ikkalasi ham. Ikkalasi ikki tomondan tutqilab hamma ishni shu bechoraga qidiryapti. Sen ham yosh bola-ku demaysan. Darslari ham yumaloq yostiq bo'lib yotibdi. Yegan non oqlasin-da. Bunaqa minnat qilib non berganingdan ko'ra otasinikiga qaytarib yuborgani yaxshi edi. Yangi xotini ham ancha o'rganib moslashib qolgandir. Otasini ham, o'gay onasini ham ko'z uchib turgan yo'q bu yetimchaga. Ana, 3 oydan buyon o'sha bir marta kelib ketgani. Kelganda ham-chi, quruq qo'l bilan kirib kelibdi, uyalmay. Bu bolam qanday? Sog' salomatmi? Nima yeyapti? Nima ichyapti? Nima kiyapti deb so'ragani ham yo'q. Va otasi shunchalik bemehr ekan. Hech bo'lmasa sen ozgina mehr ber shu bola bechoraga. Insof qilgin. Yaxshi ham o'zingni jiyaning, begona emas. Rahmat desin. Uyimda olib o'tirganimga. Juda ko'p asabimga tegyapsiz-da. Buncha ko'p gapirdingiz? Senga o'zi basli bo'larmidi? Boray, bilganingni qil. Bilganimni qilaman ham. Ko'rgan saramasam buzadi-ya. Qara o'sha yerni yaxshilab. Qizlarniki-ku, oyi, bilinib turibdi-ku. Hech nima qilmaydi. Havoni ko'zi ko'r bo'ladi. Qayerdan top beraman hozir men bunga boshqa tutganim? Ketdim men, hech nima qilay, chiqa qollading. Xola shunday ko'ylagi ketura qoling. Yomg'irda bo'kib, shamollasa men nima qilaman? Husni kim olib chiqib sotadi? Bul. Ma, ol. Bul, hech kim seningga qaramaydi. Bullaring ey.